Assalamu alaikum kıyırdaşlarım. Ramazanlarınız mübarek olsun. Nurgun kıyırdaşlarım şembe günü, yekşembe günü bana ayrım hanım uçur kılıp muş İran tokunuş toğrusida iqtisatqa, payçek baza qandaq təsir boldu. Şunu sözləp bergen bolsunuz degen. Şembe günü vaqtım çıxmadı. Bugün iftardan keyin azlam bir 10-15 minut vaqt chiqiriblam asosliq mazmunni so'zlab beray deb aldirashlam chiqib qoldim. Yaqinqi bir necha kundan buyon 28-yillardan buyani shanba kuni degan qo'piblam. Urush bo'lganligini uqdiq. Eronga to'qinish haqida xabarlar dunyoninki moliya bozorlarini tavirtyapti. Şunun küzetki kanım qarğan çağda neft bazası tez örledi. Altın kıymetimi aştı. Məbləğ sağıcılar bexəttər mülklərə pullarını yütküdü. Şənbə bugünkü buğa işlem. Lekin haqiqiy sual shuki, bu zo'r baza tushishninki boshlanishimi yoki faqat qisqa muddatdagi tavrinishmi degan. Bugungi shu keyingi 10-15 minut vaqt chiqarib men sizlarga haqiqiy nima bo'layotganligini, qaysi bozorlar o'zgardi, qaysilari cho'ng ta'sir ko'rsatyotidi va mablag' sog'uvchilar hozir nima qilish kerakligi tushuntirib bir qur so'zlab shularni o'tay oddiy qiliblam. Ma birinchi sertmiga kelsak, bunda İran to'qilinishi va paychek boza ma'lumotini asos jihatdan mush birinchi serpida ko'rsatib bundan mana Amerika, Izrailiya İran'a 2028 kuni urush qildi. Bu hujum qildi-da. Endi bu hujum paychek bozorga darhol qaytarilgan inkas bo'lsa, paycheklar hammasi azroqdan tuvanladi. Zoyim va energiyaninki bahası o'rladi. Altınның bahasını o'rlab ketdi. Mush uch xil o'xshamagan mablag'larga o'xshamagan ta'sirlar bo'ldi. Hormuz bo'g'izlig'i jiddiychiligi dunyoviy neft ta'minotininki xavabini ib keldi. Bu Hormuz bo'g'izlig'i bo'lsa, qayerda desanglar, bu Eron bilan Omanninki o'rtasidagi bir tor bir dengiz yo'l ekan. Dünya bo'yicha kundalik neft savdosininki taxminan 5'ten 1, 20% qismini mush yerdan o'tadi ekan. Bu yo'lga kelgan har qandaq tahdid neft bozorininki tez suratda o'lishini keltirib chiqadi. Chunki savdogarlar neft ta'minlashninki uzilib qolishini andish qilib turdi. Bu to'qinish mezgilida bozorninki tavrinishi normal ahvol. Ama bu qancha uzun davomlashadi, buni kuzatishimiz lozim. Yana bir deb qo'yganim, bu Hormuz bo'g'zi itilib qolgani yo'q, ityapmidi. Lekin yerdan o'tadigan paraxodlarni ozlab ketibdi, chunki ya'niki xatarlik bo'lganligidan, urush bo'layotganligidan.
Şunun için neftninki bahası şiddet örlep ketdi. İkinci sertimiga kelsak, payçak bazaga qarasak, qandaq amillar ta'sir ko'rsatdi bu payçak bazaga bundaq paytda? Ehtimollik yuqorilaydigan paychaklar energiya, neft, tabiiy gaz bularning bahasi o'sidi. Andin mudofaa paychaklar, urushga ishlatadigan turmush buyumlari odatda ishlatadiganlar. Andin bexatar mulklar, masalan oltin, Amerika dollari, Yaponiyaning yeni, Shveysariyaninki franksi. Bular hammasi bexatar mulklarninki orasiga kiradi. Ehtimal tövənləydiğən mümkünçülüğü var payçəklər bolsa, umumyüzlük payçəklər. Texnologiya, məsələn, səyahət, aeroplan şirkətləri, yenidən gülünüvatqan bazarlar, andın yuqori beta sahalar. Bu yuqori beta sahalar bolsa, bazar xəttərligiga seliştirgan çağda texmo qattiq tövənləydiğən payçəklər. Bular yuqori beta sahadagi paychaklarning ichiga kiradi. Buningda hamda nima uchun bu gullangan bozor tuvallab ketadi desanglar, bugun masalan Osiyodagi paychak bozor Hong Kong o'z ichiga oldigan Jungoni hammasi tuvallab ketdi. Undan keyin tushib ketdi. Saudiya Arabiya, Arabiston, Misr degandek ularninkimi paychaklar tushib ketdi bugun. Endi hozir shibtadan keyingi bizning Amerikaninki paychak bozorsi yepilib bo'ldi abay soat 4'da. Amerikaninkimi atdiganda 1% tushib bilan boshlangandi. Endi qattiq tushirgan bo'ldi bugun deb qilib do'sam o'tirliqda chiqib, yana oxiri kelgan chog'da asos jihatdan hech qanday o'zgarish bo'lmagandek yepilib ketdi. Men qaray, masalan, bu ichib kiray bugungi Dow Jones 30 paychak ko'rsatkich 30 cho'ng shirkat pay 70,4 tushibdi. S&P 2,74 chiqibdi. Nasdaq mozroq chiqdi deyman. Nasdaq 80,65 chiqibdi. Asos jihatdan bozor nihoyatda ojiz. Haqlar bahos tushganlarni elib ozroq bozorni chiqarib qo'ydi. Bu gullangan bozor nima uchun tushib ketadi desanglar, birinchidan neftninki bahosi o'rlaganligidan. Ikkinchidan nurg'un mablag' solg'uvchilar bu gullangan bozorlarning paychaklarini bundaq to'qinish bo'lgan vaqtlarda turoqsiz vaqtlarda iqtisodninki setiydi buni xatarlik paychaklar deb. Yani birisi pulning besimi. Mablag' solg'uvchilarimiz pullarni bexatar joyga yo'tkaydi, kapitallarni. Shuning uchun bu gullangan bozorlar ojizlab ketdi. Shuning uchun ularninki bahosi tushib ketdi deganninki sababi. Ondan 3-chi slaydga kelsak, paychak bozorininki inkosi, bugungi shu Iran to'qilishqa. Neft, paychak va oltinninki ahvolini ko'rib boqaylik. Boy degandek neft chiqdi 6dan 9%gacha taxminan. Bütün klub bo'yicha paychaklarimiz asos jihatdan ojiz bo'ldi, tushdi asos jihatdan. Oltin bo'lsa chiqdi 1dan 2%gacha taxminan. Ondan boshqa bexatar mablag'lar, Amerika dollari,
Swissiyanining Franksi, Yaponninki yen. Bular hamısı çıxdı, küçəydi. Yəni güllənən iqtisadla bular acizlaşdı. Bu əsas cəhətdən bazarınki əhvalı muşundaq. Əmdə neymiş üçün ma euro bexatar pullarning içi kirmedi, bexatar jağa mülk kirmedi. Amerika dollası, Şveysariyaning franksi, Yaponning yeni kiribdi, Avropaning kirmabdi degan chog'da buning sababi Avropa İranға ayt yaqin coğrafiya jihatdan. Shuning uchun hamda Avropa texmi bu neftga ehtiyacı var, ehtiyaclıq. Çünki bu neftin bahası ösüb ketsə, Avropanınki iqtisadiga zərbə yetidi, iqtisadi düşüdü. Bu Amerika unçala bu Avropanınki nimene bu oturası nimedeki Middle East'ninki neftlerge unçala muhtacı yok. Şunun için Avropa xatarligerek boludu iqtisad jihatdan. Şunun için bu Avro xatarlik pul birligi süptüde namayan boludu. Bu da toqunuşda. Şunun için davamlıq şu dünya iqtisadi xatarlik amillər aşqanda Avromu şununki mu payçaqları düşüdü, xudi ilqi başqa payçaqlarga o'xshash. Asoslig'i shu neftninki ta'siri, chuqur bozorliq. Shuning uchun yevroninki bu bexatar pullarning orasiga kirmaganninki asosliq sababi. Endi 4-nji siyirtmaga kelsak, mablag' sog'uvchilar foydalanish uchun bu 4-nji siyirtmani yozib qo'ydim. Buningda bu davg'ulashish iqtisodninki tavrinishi vaqtincha uzun muddatga qarasak vayron bo'lishdan ansirmasak bo'ldi. Chunki bu vaqtincha o'tkinchi bir tavrinish. Shuning uchun ko'p xillashtiring o'zingizninki nimaga mablag' sog'an har xil paychaqlaringizni ko'p xillashtiring. Bir xil sohaga ya bir necha xil sohaga pulni solmay ko'p sohaga seling. Hamda o'zingizninki uzun muddatlik mablag' silish planingizni amal qiling. Bozor tushib ketsa, yo'qsizlar o'zingizninki plandilla halqib uni setib ishlarni qilishga bo'lmaydi. Chunki bunda bozor tushgan chog'da tavrinib turgan chog'da bozor undaq tezdan setib etsa pulni yo'qib qo'ygan bo'ldi. Ondan asosiy omillarga diqqat qiling. Masalan, bu asosiy omillar nima desangiz, shirkatlarninki foydalari, qaysi shirkatlar qanday foydalarni report qilyapti, o'simlarninki nisbati va makro iqtisodiy yo'nalishlar qanday bo'ladi. Mening tavsiyalarim har bir qatim bozor tushgan chog'da azdan pul qo'yish kerak. 5% tushganda, 10% tushganda degandek. Lekin uzun muddatli plan bilan mablag' selib, mushtaq qilgan chog'da sizningki uzun muddatda boylik to'plashingiz mumkin bo'ladi. Agar har bir bozor tushgan chog'da setib olsangiz, har davomliq ziyon tortasiz.
Hem de ahırda dep koyduğun bir şekil sözüm geosiyasi vakalar iniqsizlikni keltirip çıkıdı. İniqsizlik bolsa bazada tevriniş payda kılıdı. Ama tevriniş degen uzak müddetlik ziyan degenlik emasdir. Bugün nefet ve altın bahası örledi. Hemimiz körüp tutuk. Ama yeni güllengen bazala besim astıda kaldı. Baya düşendögendek. Eğer tokunuş çeklengen dairde bolsa tarihi şunu körstüdü bizge hem ispatlap egen bazala kaytdın muqimnişidu ve diqqətini yana iqtisadi asasi amillarga qartıdı. O demek degenlik baymen degendek iqtisadi asasi amillar bolsa ma bu şirketlerninki payda tepişi, ösüm nispeti ve makro iqtisadi yönüşler şularni gösterdi. Hazırkı en mühim bir nokta nime desenler səvr taqat məbləğni köp xillaştırıp siling köp xillaştırıp sağan bolsun şunu saqlap turun her bir qaytim düşkən çağda az-azı məbləğ siling ve uzaq müddetlik nəzərdə turun. Bugün 5-ci sözay vaqtınki qısqılığıdın tezli çıkıp azırak sözler birin degendikin asaslıq məzmunu sözüldüm. Həminlağa köptün köp rahmet. Allah'a emanet.